Chiroyli chiqdi usta. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Bu ishimizni Andijon viloyati Jalaquduq tumaniga qo'yib berdik. Akfa seri oynasi 2 qavat sadlankalar to'qib berganmiz. Buni o'sha uzunligi keladigan bo'lsak, uzunligi 10 metr bo'lgan, bo'yi 1.80 bo'lgan. Arka fonlar qo'yib urib bergan stullarni har doimdek Xudo xohlasa juda ham go'zal holatda bo'ldi. 6 ko'z bo'lgan romimiz, o'rtasi mana bittadan ochilgan chekkasidan. Xudo xohlasa juda ham chotki ish bo'lgan. Usullarni ham urib berganmiz aytganimdek. Bu yerda bitta eshigimiz bor. 3 ko'zli bo'lgan. Shotlanka to'qiganmiz bunga. Chiqarishlar bir qator ko'rsatib o'taman. Hop, ichkari tomonlarga podovnilar qo'yib berganmiz. 20 lik podovnilar qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin mana. Xudo xolasa ichkaridan tashqari bemalol ko'rinaveradi. Tashqaridan ichkari ko'rinmaydi. Xudo xolasa seriga oq bo'lgan oynasi. Ruchkasini ham Xudo xolasa sifatli yangicha qo'yadigan ruchkalardan qo'yib berganmiz. 60 lik spangerlet qo'yib berganmiz. Xudo xolasa kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldirib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab dastlabki usturob kamasi ichida. Kanalda